O'zgacha kayfiyat. Samimiy tilaklar. Ayni daqiqalarda tabrik vaqti. Tabrik. Alo, assalomu alaykum. Rustamjon akaga bog'landikmi? Yaxshimisiz Rustamjon aka? Sizni ayni daqiqalarda bezovta qilib qo'ygan bo'lsam, uzr so'rayman. Ozgina qimmatli vaqtingizdan olsam maylimi? Rahmat, tashakkur. Bugungi fayzli kuningiz Allohimizga, banda rasulimizga ummat bo'lgan 65 yoshingizni qarshi olibsiz. Xayrli bo'lsin akajonim. Ayni daqiqalarda sizni g'oyibona xursand qilayotgan inson, aytolmagan tilaklarim radiosining boshlovchisi Dunyoxon Hamidova bo'laman. Bugun bizni radioyimizga siz uchun ajoyib dilnomalar, samimiy tilaklar, tashakkurnomalar kelib tushgan. Ayni daqiqalarda ozgina vaqtingizdan olsam-da, sizga kelgan hadiyalarni o'qib eshittirsam maylimi? Rahmat akajon. Ayni daqiqalarda taxmin qilib ko'ra olasizmi? Bugungi fayzli kuningiz o'zgacha bo'lishini xohlagan insoningiz kim bo'lishi mumkin? Ayni daqiqalarda siz bilan kimni nomidan suhbat qilmoqdaman? Yana taxminingiz bormi? Mashalloh. Albatta, sizni jannat gulingiz, jannatga eltuvchi farishtangiz Munojatxon opajonimiz tomonidan bizning radioyimizga ajoyib dilnomalar kelib tushgan edi. Ruxsat bersangiz o'qib eshittiraman, tinglab turing akajon. Tinglab turing. Assalomu alaykum dadajonim. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Dadajon, bugungi quvonchli kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim Allohim bergan yoshingiz xayrli bo'lsin. Dadajon, bugun nafaqat siz uchun, balkim biz uchun ham unutilmas quvonchli kundir. Bugun Allohim sizni yana bir bora chiroyli yoshlar bilan siyladi. Ilohim umringiz bundan-da ziyoda bo'lsin dadajonim. Sizga sihat, salomatlik, uzoq umr va baxtli kunlar tilayman. Sizdek mehribon va g'amxo'r otaning farzandi bo'lganimdan cheksiz xursandman. Bizning faxrimiz, tayanchimizsiz. Doimo sog' va salomat bo'ling. Siz mening bu hayotda yagona qahramonim, suyanchig'im bo'lgan insonimsiz. Dadajon, bugun tavallud kuningizda yuragimdagi barcha samimiy tilaklarimni, tashakkur so'zlarimni chin yuragimdan aytmoqchiman. Dadajon, hayotimda har doim yelkadosh va ilhom beruvchi bo'lganingiz uchun sizdan cheksiz minnatdorman. Sizning mehnat sevarligingiz, sabr toqatingiz va donoligingiz men uchun haqiqiy maktab bo'lgan. Kelgusi yillarda ham oilamiz davrasida sog' va salomat, baxtli va xotirjam bo'lib yurishingizni tilayman. Dadajon, sizning mehringiz menga quyosh, sabringiz menga soyadir. Hayotimda haqiqiy do'st, tayanch va yelkadoshimsiz. Har so'zlaringiz menga doim ilhom bag'ishlar. Duolaringiz yo'llarimni yoritib, ko'nglimni shod etar. Tug'ilgan kuningiz bilan dadajonim chin qalbimdan tabriklayman. Sizga doim sog'lik, baxt va omad tilayman. Qalbingizda doim nur porlasin. Yuzingizda kulgu kech arimasin. Mehr daryo dadajonim, sizni qalbingizdagi mehrli so'zlaringiz men uchun nasihat. Sizni har bir so'zingizda ma'no bordir. Sizni tanigan har bir inson sizni halol, mehnat sevar, doim hammaga yordam ulashuvchi inson deb biladi. Sizdek insonni farzandi bo'lish bu biz uchun ham faxrdir. Dadajonim, doim barchaga beminnat mehringizni, yordam qo'lingizni ulashasiz. Doimo barchani ko'nglini shod etish uchun qo'lingizdan kelgancha harakat qilasiz. Inshaalloh Robbim sizni duolaringizni ijobat qilsinki, barcha yaqinlaringiz uchun so'ragan duolaringiz ijobat bo'lsin. Dadajonim, jigarlari uchun jonini berguvchi, har qanday vaziyatda ham jigarlarini o'ylaguvchi mehribon dadajonim, sizdek insonlarni Allohim ko'p bora yaratsin. Ilohim inshaalloh farzandlarimiz sizday mehribon, akalariga, ukalariga yordam berguvchi, jigarlariga yordam qo'lini cho'zguvchi mehribon jigarlardan bo'lib yetishsin. Dadajonim, ilohim amakijonim uchun ham Allohdan so'ragan duolaringiz ijobat bo'lsinki,
Allohim amakimga komil shifo bersin. Ilohim inshaalloh sog'ayib qalbingizga nur olib kelguvchi inson bo'lsin. Dadajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Inshaalloh barchaga qilgan mehr muhabbatingiz bilan ulashgan yordamingizni ajr mukofotini Allohim xayrli kunlar bilan siylasin. O'z baytlariga takror chaqirsinki, bunday baxtga erishishingiz uchun biz mehribon yaqinlaringizni sababchi aylasin. Dadajon, oldimda birgina maqsadim bor. Va'da berasiz va o'zingizni doimo avaylab asrab yuring. Sizni duolaringiz bilan men bu hayotning barcha qiyinchiliklarini yengib o'tmoqdaman. Hozir hayotimda qandaydir chiroyli natijalarga erishgan bo'lsam, barchasini ortida sizni mehnatingiz, duolaringiz, sabr toqatlaringiz turibdi. Dadajonim, barchasi uchun rahmat. Halol rizqdan, halol luqma yedirganligingiz, iymondan bizga tarbiya berganligingiz uchun barchasi uchun rahmatlar aytaman. Dadajonim, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Allohim 90-100 yoshlar bilan sizni siylasin. Sultonimsiz, tillo taxtimsiz, og'rurimsiz, shiddat shaxtimsiz, mening eng katta baxtimsiz. Dadajonim, sizni duolaringiz bilan yashashmasa bilinmaydi, tashvishlar ham oson bitadi, ishlarim ham yarashar, maqtanishlarim ham. Dadajonim, sizni duolaringiz bilan yashashmasa yomonlar otolmas menga o'q, birov qilmas menga do'q, xavotir yo'q, ko'nglim to'q. Duolaringiz bilan yashashmasa jannatim keng himmatim, uyim fayzisiz davlatim, o'zimning badavlatim. Dadajonim, duolaringiz bilan yashashmasa omadim kulaverar, dilim baxtga to'laverar, barcha inson havas qilaverar. Dadajon, duolaringiz bilan yashashmasa deya farishtadek qizingiz Munojatxon opajonimizning samimiy tilaklari, she'riy maktubnomalari she'rlarda yakunlangan ekan. Ayni daqiqalarda sizni barcha mehribon insonlar tinglab turmoqdalar. Barcha yaqinlaringizga, farzandlaringizga aytadigan samimiy tilaklaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab qoling. Munojat qizimga katta rahmat. Singillarni ketdi, ularga ham hammasi tabriklar yoqdi, topanglar ketdi. Hammasiga rahmat. Uzoq umr, baxtli, saodatli bo'lsin barchasi. Shu boshiga chiqadiganlarni bilmayman. Omon bo'lsin. Mashalloh, Alloh yo'lida so'ragan chiroyli tarzdagi duolaringiz chiroyli ijobat bo'lsin. Siz bilan efirda Dunyoxon Hamidova bo'ldi. Salomat bo'lasiz. Salomat bo'ling. Tarona.net. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Bolalik chog'imdan asrab erkalab, goho onamdayin sochlarim tarab, gohida opichlab ko'nglimga qarab, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz meni bog'imsiz, suyangan tog'im, to'g'ri yo'l ko'rsatib adashgan chog'im. Bolam deysiz meni, deysiz oppog'im, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz hammadan yaxshisiz dada. Dardim tinglab topasiz chora, kecha kunduz bo'lib ovora. Men aytaman yana ming bora, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz azim daraxtsiz,
farzand bo'lay deyman sizga munosib. Siz hammadan yaxshisiz dada, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada.